Mana bu bog'cha Saudiya Arabiston mamlakati qayerda kengaytirar ekan, bu bog'ni buzmadi. Nimaga buzmadi? Bu bog' Banu Soida bog'i. Bu yerda ansonlar yashadi. Payg'ambarimizga uy bergan, joy bergan, jon bergan, farzandlarini bergan, ovqatlar bergan, xizmatlar qilgan ansonlarning bog'lari. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam 12 Rabiul kuni payg'ambarlikda 23-yili, hijratda 10-yili. Ana shu Zangor gumbaz tagida Oysha onamiz uyda jon bergan. Choshgoh payti. Hattoki Madinada shov-shuv bo'lib ketdi. Muhammad alayhisalom o'libdi. G'alaba bo'ldi, janjal odamlar o'lmadi, o'ldi. Abu Bakr Siddiq narigi holida edi, yetib keldi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom oldiga kirib, "Tibta hayyan va mayyitan." Tiriklik holatingizda ham shirinsiz, vafot etgan. o'lgan holatda ham shirinsiz deb peshonasidan o'pib, ammo Alloh sizga yozgan o'limni tatidingiz. Endi qaytib tatmaysiz. Bir marta tatiyda o'limda. Qaytib tatmaysiz. Indamay chiqdi, masjidga chiqdi. Chiqsa Umar qilichini chiqarib olgan. Kim Muhammadni alayhisalomda o'ldi desa chopaman. Xuddi Musa Turtog'ga ketgani kabi Allohning huzuriga ruh chiqib ketdi, gaplashib qaytib tushadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sohibi, do'sti, kuyov bolasini qaynatasi Abu Bakr Siddiq to'g'ri minbarda Rasululloh o'tirgan minbarda ustiga chiqdi. Ayyuhannas, ey insonlar, hamma Umarni tashlab keldi. Uskut. Umar jim bo'l. Quloq solmay, azarda quloq solmayapti. Gapirish boshladi Abu Bakr. Kim Muhammad alayhisalomga sig'ingan bo'lsa, bugun xudosi o'ldi. Bugun o'ldi. Kim Allohga sig'ingan bo'lsa, Alloh tirik. Abadiy yashaydi, o'lmaydi. Oyat o'qidi. Va ma Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul. Muhammad kim? Muhammad Rasul Allohning elchisi, Allohning bandasi. Undan avval payg'ambarlar o'tgan. Agar vaqti kelib bir kuni uzilsa, jonini Alloh olsa yoki kimdir qo'lida o'lsa, o'ldirilsa, nima orqaga qaytib ketasizlarmi? Kim orqasi qaytib ketsa, o'ziga ziyon qildi degan oyatni o'qib berdi. Hamma sahoba ashuna bilishdi Muhammad alayhisalom nima qilgan? O'lganini bilishdi. Hamma yig'isi Madinaga g'iychu boshlab yig'isi. Asrdan keyin mana shu yerga ansonlar yig'ilishdi. Ansonlar Madinalik mesniylar. To'g'rimi? Ansonlar yig'ilishib payg'ambarimiz o'ldi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qildik. Ishini davom ettirishimiz kerak. Bitta odamni ichimizda amr qilib saylashimiz kerak. Sa'd ibn Uboda seni saylaymiz deb gaplashib turganda Abu Bakr Siddiq Umar roziyallohu anhu xabar yetib keldi. Ikkalasi yo'lga chiqishdi. To'g'ri mashina kelishdi boqqa. Bog'da ansonlar o'zlari o'tirishayotgan, keyin Abu Bakr o'tirishdi, o'tirishdi. Biz Sa'd ibn Ubodani saylamoqchi bo'lyapmiz. Do'da Abu Bakr Siddiq alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasul, Allohga hamd bo'lsin. Payg'ambarimizga salovat bo'lsin. Ammo ba'zi eshitib qo'yinglar. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni aytganini eshitganman. Amirlik Qurayshda bo'ladi degan. Kimda? Amirlik Qurayshda bo'ladi. Madinaliklar emas, Qurayshliklar, Makkaliklar amir bo'ladi. Kim saylasanglar ham kim bo'lish kerak u? Muhojir bo'lish kerak. Eshitganman. Bu menga omonat Rasululloh so'z bergan. Ansonlar bir g'alati bo'lib qolishdi. Habbob ibn al-Munzir roziyallohu anhu degan ansoriy sahoba bor edi. Aqlli, o'ta zo'r, shoir, zo'r gapirardi. Akalar dedi, to'g'ri tushuninglar. Sizlardan bitta amir, bizdan bitta amir dedi. O'da ikkita amir bilan o'tira olmaydi, bo'lmaydi. Yana shov-shuv. Oxiri Umar roziyallohu anhu gapirdi. Sahobalar ichida Rasulullohning bu endi omonat ishda endi. Eng omonatdori Abu Ubayda
ibn Jarroh. ibn Jarroh, Omir ibn Jarroh edi. Shu odam keling men sizni amr qilay, sizga bay'at qilay deb turib aytdi odam, "Yo, astag'firullah, men bu mas'uliyatni hech chiqa olmayman. Qo'rqaman." Rasulullohdan keyin bu ishni nima qilish kerak? Davom ettirish kerak bu edi. Payg'ambarlik emas, ummatni ishini davom ettirish kerakmi? Oxiri u bo'ldi. Keyin sahobalar bittasi Umar roziyallohu anhu ham agar yaxshi tushunsanglar, payg'ambarimiz o'lishidan 3 kun ilgari tinmay namozni kim o'tkazdi? Abu Bakr o'tkazdi. Tinmay. Oyshalarimiz, "Ya Rasululloh, bitta odam o'tish kerak, Abu Bakrga buyuringlar." Endi otasi-yu. "Ya Rasululloh, otam yig'laqi odam. U imomlik o'tsa yig'lab beradi, hammani qiynab qo'yadi." "Ey, Muru Abu Bakrin, Abu Bakrga buyuringlar imomlikka o'tsin." "Ya Rasululloh, Abu Bakr yig'lab o'tsin. 3 marta, 3 kuni to'lga kim?" Abu Bakr. Abu Bakr. Ashuni eslashdi. To'xtanglar. Biz eng dunyodagi eng dindagi ishimiz nima edi? Namoz edi. Shu namozimizni Abu Bakr bergan bo'lsak, men berib boraylik debdi. Oxir kimga? Abu Bakr Siddiqqa xalifalikka bay'at bo'ldi. O'sha yer qayerda? Mana bu. Mana shu bog'da ichida Abu Bakr Siddiq xalifa qilib qilingan, saylangan Rasulullohning ichidan kelgan. Tushunarli? Hali Rasulullohni yuvishmadi. Hali janoza o'qishmadi. Tushunarligi? Shu ishni ovora bo'lishib, hamma kelib Rasulullohning sahobalari birin-ketin Abu Bakrga qulluq bo'lsin. Biz sizga jonimiz, molimizni itoat qilamiz deb birin-ketin nima qildi? Bay'at berishdi. So'ng ertasi kuni Abu Bakr Siddiq minbarga chiqib hamma yig'ilgandan keyin "Ayyuhan nas, odamlar, men sizlarga katta qilib saylandim, lekin afzalliklar emasman." Hali menda afzallar bor demoqchi. Afzalliklar men emasman. To'g'ri gapirsam itoat qilinglar. Noto'g'ri gapirsam meni to'g'rilaylar. As-sidqu amana, rostgo'ylik omonatdir. Yolg'on xiyonatdir. Ichida eng kuchli odam mening nazrimda zaifdir agar haq unga teskari bo'lsa. Ichida eng zaif inson haq u bilan bo'lsa eng kuchlidir degan mashhur gapini aytib ishini boshlagan. O'shandan keyin o'sha kuni ikkinchi kuni sahobalar Ali, Abbos roziyallohu anhu ular kelib Rasulullohni cho'miltirishga. Ashi kiyimlari barobar cho'miltirdi. Keyin sahobalar to'p-to'p 9 ta, 8 ta oshamlik kichkina edi-yu. Kelib janoza o'qib 2 kun cho'zilgan. 3 kundan keyin ko'milgan Rasululloh. Ammo 3 kun ichida hid shirin bo'lib turaverdi. O'zgarmadi. Rasululloh shirin edi. Shirinlik, tiriklik paytda ham o'lgandan keyin shirin. Kelishdik. Bu o'sha joy qaysi joy ekan? Abu Bakr amir bo'ldi. Saylangan. Abu Bakr Siddiqqa xalifalikka bay'at berilgan joy mana shu Bani Saqifa bog'i. Bu yer vaqf bo'lganligi uchun hech kim buzolmaydi. Hech kim, qani bo'lmasa buzib gasinsa qilsa bo'ladi? Yo'q. Buzib tekisda bunaqa maydon qilib qo'ysa bo'ladi? Yo'q. Bu yerda katta marosim bo'lgan. Musulmonlarning yuragi shu yerda o'rniga kelgan. Ancha jildirishmadi. Assalomu alaykum.